Men siz menga kelalarmi, nima qilsam Hammasiga 30% chegirma qilib beraman. Mana sizlar Har bitta klient uchun adel beraman. 100 gapirish bilan o'tirib ko'rsalar, уже dunyo Boshqa narsa. qiladilar. Mana Disk rejimlar bor. Bolalar qo'ysa, odam qo'saga qisilib qolmaydi. Qisilmaydi. Ko'ryapsiz, 350 1 millionga qanaqa mashina nima beryapti? olyapsiz brend? Faqat olarlar, minallar, tamom. 1 so'm xarajat qilmaylar biron joyga. Ko'rsatamiz. Izzat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Kayfiyatingiz yaxshimi? Omonmisiz? Tanijoningiz sog' qanami aka? Xudoga shukr. Rahmat. Yaxshi kelib oldik. Ochig'ini aytaman aka, bu joydagi narx tomondan beradigan ustunliklarning shular haqida ma'lumot berishingiz kerak aka bizga. Tamom aka. Ha, qilamiz. Oldin manzilni aytib o'taylik. Xo'p, adresimiz Xorazmdan kelisha, Karonbozordan o'tgandan keyin yo'l yoqasiga joylashgan. Avtosalonlardan o'tgandan keyin Suest avtosaloni Jetour bilan yonma-yon joylashgan. Katta plakat ham bor ana, Xitoy devorchasi. Bu tarafdan qarshidan keladigan bo'lsalarga Karonbozorga bormasdan, Prezidentskiy dachaga bormasdan, shundan yo'l yoqasiga o'zi ko'rinib o'tiribdi. Jetour bilan yonma-yon joylashgan. Ish vaqtimiz soat 9 dan boshlanadi, to soat kechki 8 gacha. Shanba, yakshanba kuni ham ishlaymiz. Bemalol kelsalar bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolasa aka. Endi ochig'ini aytsam, mana aka O'zbekistondan kuzatadi. Ha, gap yo'q. Men doim obunachilarimga bir narsalar so'rayman aka. Video davomida beramizmi shu narsalarni? Tamom, siz uchun baribir o'z kanali uchun adaylar bilan bonus ham qilib beraman. Bora, videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa sizlar uchun qiziqarli va foydali bo'ladi. Men siz menga kelalarmi, nima qilsam 30% chegirma qilib beraman. Sizlarga sertifikat topshiriladi. Shunday. Har bitta klient uchun adel beraman. Mana 30% sizlarga уже bonuslarni akam Izzat akam berishni boshladilar xolasa. Undan tashqari mashinamiz hozir nalichida bor. Xohlagan ranglardan olsalar bo'ladi. Rangi uchun, salon ichi rangi uchun to'lov umuman yo'q. Absolutno o'sha bir xil summada olishadi. Bo'ladi. Undan tashqari kreditga ham olsalar bo'ladi. Xohlasalar trading ham bor. Mashinalar bo'lsa, mashinalarni o'zimiz hisoblab olamiz. Olib qolinadi. Suez mashinasidan bir kunga taxlab beramiz, haydab ketalar. Eng kamiga 20% to'lov qilib xarid qilsalar bo'ladi. Mana shu 20% so'mda 70 million so'm bo'ladi. 70 million so'm. Narxi 351 million so'mga 7 o'rinliqli panorama tom, голосовой управление, koja сдельник. Yana oilaviy mashina, katta mashina. Gaz ham o'rnatsangiz bo'ladi. Gazni o'ziga ham aka 100% gazga yuradi. Bu Swiss 1995-yildan beri bor. Internetga kirib ko'rsanlar, dvigatel Mitsubishi Yaponiya bilan savomesni, o'zi Germaniya, nemis bilan elektron оборудование ходовойлari nemis, Germaniya, faqat buni brendi Xitoy. Brendi Xitoy. Zborka Xitoyda bo'ladi. Zborka yo'q, zborka O'zbekistonda bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda bo'lyapti. O'sha uchun zapchast, servis hammasi bor. Suesni O'zbekistonga chiqmasidan oldin 1 yil O'zbekistonda sinalgan. O'zbekistonda sinovdan o'tgandan keyin yig'ishni boshlagan. O'sha uchun linik kushandasi deb chiqqan, oldi уже zamonaviy. Undan tashqari oldalarini. Qarang, yili ham 25, o'zi ham 25. Birka texpasport hammasi 25 bo'ladi. 351 million so'mga shunaqa mashina, bunaqa mashina hozirgi vaqtga bironta avtosalonga yo'q. Kelsinlar, ko'rsinlar, haydab ko'rsinlar, o'tirib ko'rsinlar, test drive ham qilib beramiz. Haydab ham ko'rsinlar. Mana bitta o'zi o'tirib ko'rasizmi? Bering videoni. Siz bitta o'zi o'tirib ko'ring, nasib bo'lsa. Bismillah. Salon ichi, men doim obunachilarimga so'rayman. Polni elektronika, ko'ryapsizmi? Sizdenliklari ham, dinamiklari, luxury. Bitta tormozni bo'lsang? Yo'q. Bismillah. O, displey. Rulchasini bitta aylantirib ko'ring qani? Qara, aka, yengilligini. Yo'qmi? Bitta o'zingizga taxlab beray, mayda ketasizmi? O'zimga sotib yuborasiz shekilli aka. Yaqinlarim yilinaman men, podpissilarim, obunachilarim sizlar uchun men tavsiya qilaman. Haqiqatan avtomobil. O'chirmang. Qara, kameralarni ko'rsatadik. 360 kamerasi bor, kurgovi obzor kamerasi bor. Shishalariga keladigan bo'lsa-aka, to'g'ri bo'lsa yo'q aka. Start stop. Qarang, shishalar avtoholatga bilan qo'lli kalasi qoladi-ku, masalan, orqa shega bo'landi, qo'lli kalasi qo'lada, ko'tarasi qo'l qo'ygan paytiga qisilib qo'linmaydi. Qo'lni. Panorama tomi bor, katta. Endi undan qarang, голосовой управление ham bor. Привет. Zakroylikdan tamom aytib ketaverasiz, o'zi yopib ketaveradi. Polni. Ana. Zakroy люк. Хорошо. Tamam, oldi, sirazi. Yarimtaga oladi. Haqiqatan gap so'z yo'q. Polni, kuruslarchi, skotrichal, беспроводной зарядник, parkovka, rushnik, knopочный, avtohol,
Bar, morozelka ham bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana bu joyda morozelkasi ham bor. morozelkasi ham Orqasi uchun deflektorlari bor. Kameralari, krugovый obzor kameralari bor. Polni ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, kamera mashinani polni aylantirasiz-ku, o'zini polni ko'rsatadi. Ko'ryapsiz? 351 million so'mga shunaqa mashina. Kojalari, polni koja, hech qarang bitta sizga sразу raqsini yashaman. Ovorayman. Xo'p, aka bu gibrid yo benzinmi to'g'ri? Bu benzin. Bizga gibrid mashinamiz ham bor. O'zi ko'rsataman. S09 pasangiz gibrid bo'ladi. Qarang, O'zbekistonning o'zidan chiqibdi. Brendi faqat Xitoy. Tamom. 7 kishilik. Masalan, mana bitta orqasini ham ko'rsatib o'ting, o'zi men sizga. Mana. Orqasini ham qarang, orqasidan splashnoy yonadi. Faralari o'zi men bitta farlarni yoqib ko'rsataman sizga. Lekin rangi ham juda ham splashnoy yonadi. Mono qoshlar. Kamerasi bor, partononliklari bor. Zapaskasi pastga bo'ladi, gazni ham o'rnatsangiz agar pastiga bo'ladi. Garantiyaga keladigan bo'lsa agar 6 yil 200 ming probeggacha bor. Garantiya. Bironta avtosalonga yo'q 6 yil garantiya. Bermaydi. Gap so'z yo'q. 6 yil yoki 200 ming probeglikni men birinchi marta ko'rib turibman. Garantiyani o'zidan bilsangiz bo'ladi, mashina qanaqa ekanligini. Endi qarang, xohlang 7 kishilik qiling, xohlang 5 kishilik qilib, mazza qilib dam oling. Mashinga. To'q bo'lsangiz agar ko'rpachani tashlab qo'ying, 2,5 metrlik odam sig'adi. Bemalol yotasiz. Gasingizni to'lov qilib yurmaysiz. Haqiqatdan mashina o'zimga yo'q. Diskalari 20 bo'ladi. Mashina uzunligi 4800. Mashina qancha uzun bo'lsa, shuncha miyaqqa bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmang. Disk rejimlar bor. Bolalar qo'ysa, odam qo'ysaga qisilib qolmaydi. Ko'ryapsiz, 351 millionga qanaqa mashina beradi? Nima olyapsiz, deng? Gap so'z yo'q. Mashina haqiqatan kelsinlar, ko'rsinlar, o'tirib ko'rsinlar, o'zlari ko'zlari bilan ishonch hosil qilalar. Yuz gapirish bilan o'tirib ko'rsalar, o'sha dunyo boshqa narsa. Men ham ko'p obunachilarimga doim shu narsani tavsiya qilaman. U zamon o'tib ketdi, pulni to'lab qo'yib, 5 oy, 6 oydan keyin chiqqan mashinani rasm minib ketadigan zamon o'tib ketdi. Kelinglar, avtomobillar test drive qilinglar, ma'lumotlarni olinglar, ko'ringlar, keyin pul beringlar. Shunday. Xohlagan ranglardan bor. Qarang, masalan bu 351 million so'm. Buni 1.6 dvigateli bor. Masalan, 1.6 377 million so'm. Buni xususiyati ikkalasi ko'rinishi gavdasidan bir xil, faqat o'zi yurar mashina bu o'sha. O'zi yurarmi? O'zi yurar. Shofram shart emas bunga. Yo'ldan mashina chiqsa, odam chiqsa saqlab qoladi, o'zi to'xtaydi. Ko'rsatib o'ting. Adaptiv cruise kontrollari. Cruise kontrollari bor. Diskalari 20. Ana paroglarni o'zimiz o'rnatib qo'yganmiz. Nasib bo'lsa, obunachilarimiz kelsinlar, baribir uz kanalda sizni o'tdan kelsalarga betana shunaqa parogchani zo'ridan men o'rnatib beraman. Mazza qilib haydab yursinlar, bo'ldi xursand bo'lib. Gap so'z yo'q, Zat aka. Misol uchun mana shu paroyda o'zi yaqinlar ancha pul turadi. $500 turadi, podarkasiga, bonusga. Kelsin, yana bir narsa qilib beramiz agar zo'r bo'lsa agar. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Xursand qilsak, eng qizig'i men obunachilarimga zo'r narsalar ilinishni yoqtiraman mana. Panorama tom deysizlarmi, orqaga deflektor deysizlarmi, kojinli o'rindiqlar. Deflektor adenlar, u klimat kontrol tirik zona bo'ladi bunga. Tirik zona bo'ladi. 3 tomonlama bo'lar ekan. Orqani o'ziga alohida beriladi. Mana buni ham bitta ko'ringlar. Orqada difuzorlar, xullas ko'rinish jihatdan oilaviy avtomobil qidirayotgan yaqinlarim sizlar uchun men to'liq bu narsani qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. Shunday, kelsinlar O'zbekistonga eng glавный, yagona bo'lgan eng kattasi avtosalon Swiss Buxoroga. Buxoroda. Servis xizmati ham Buxoroga. Garantiya ham 6 yil biza beramiz. Servis xizmati ham o'zi kirib ko'rsataman, polni o'z so'zlaringiz bilan ishonch hosil qilasiz. Hamma viloyatning servisini ham o'zimiz qabul qilamiz. Chunki eng kattasi, eng zo'ri Buxoroda. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu sizlar uchun qiziqarli va foydali ma'lumot bo'ldi yaqinlar. Misol uchun bilasizlar, birinchi qo'ldan oldim deydi-yu, Buxoro Soyisga kelsalar, mana birinchi qo'ldan olasizlar, servislari ham o'zlarida bor. Aka, undan tashqari yana gibridlarimiz ham bor-da bizda. Gibridlarimiz bor. S09 passamiz 451 million so'm, 468 million so'm. Ikki xili bor gibridlar. Ikki xil gibridimiz bor. Ko'rinish, gavdasi bir xil, faqat bir ikkita funksiyalar bilan farq qiladi. Masalan, bitta to'liq zaratu, bitta polni bak bilan 1200 kilometr yurib beradi. Undan tashqari bir 100 ga zarat qo'ysangiz, bir 10 ming so'm bilan 100 ta 150 ta yana yurib beradi. Oy. Shahardan chiqmaydiganlar, menimcha benzin sarflamasdan minsa bo'ladi. Ko'ring, bu tanlaversan, keyin turadi-da bu katta gavdaligini. Kattasini ko'ring. Ham gavdasi, ham meti oldi chiroqlari bakovoydan ko'rganingizda qo'rqitadi. Undan tashqari benzinlik ham bor. Xohlasangiz chisti benzin. Masalan, balonlarni ko'ring, Michelin. To'liq 429 million so'm. Masalan, o'qi 403 million so'm.
403 million so'mga gavdasi 5 metrlik katta mashina olasiz. Katta mashina. Bu ham yetib Undan tashqari yillik foizini 6,5% qilib beraman. Yillik foizini. Bormi bironta avtosalonga? Nimalar qilyapsiz Izzat aka? Gap so'z yo'q aka. Kelsinlar, haydayman olib ketaman desa 403 million so'm. 50%ni to'lasinlar, 6,5% qilib beraman yillik foizini. Gap bo'lishi mumkin-da. O'tirsaga 1 yilga 1 million 2 million so'm pul o'tiradi. O'tirib bo'ladi. Shunay 6,5% bu. Keling 5 million o'tirsin. 403 millionni o'ziga ham bunaqa mashina bermaydi-ku. Haqiqatdan lekin komplektatsiya Salon bo'yicha ichini ham bir ko'rsatib o'tay. Yorug'da og'ir payt. Gavdasini kattaligini ko'ring bu mashinani. Ko'ring salonlarini ko'ringlar. Qarang, monitor, katta televizor ham shart emas bunga. Foydalanilgan ranglarga e'tibor beringlar. O'zining ham kattaligini ko'ring. Gap so'z yo'q. Mashina haqiqatdan chiroyli ishlangan. Sois brendi. Faqat olalar, minalar tamom. 1 so'm xarajat qilmaylar biron joyga. Tuning, navorot, hammasi ichida. Hammasi o'zidan, o'zimiz teng bo'lib bonus qilib taxlab beraman. Yillik foizdan kreditni ham arzon. Faqat bu Buxorodan qilgani. Buxorodan. Men kelganimga afsus qilmadim Izzat aka. Nimaiki podpisilarim qilib taxlab beraman aka. Eng yaxshisi, eng zo'ri. Gapimga javob beraman, kelsinlar. Shu mashinamni 403 millionmi, 450% desa, yillik foiz 6,5%. Undan tashqari bitta bonus parogni ham o'rnatib beraman. Zo'rga esa poligini ham qo'shib beraman. Gap. Keling bir servis xizmatiga bir sizga ko'rsatib o'taman. o'tay. Avtosalon avtomobillarini ko'rdilang. Aka test drive'ga yozilish kerakmi yo to'g'ri bostirib kelaversin? Telefon qilsalar shunday yozdiramiz, bemalol 1 so'm to'lov qilmasdan test drive qilib haydab ko'rsin. To'liq test drive qilib ko'ringlar avtomobillarni. Endi Izzat akam aytgan o'sha keling servis xizmatiga servisni sizlarga ko'rsatamiz. Shunday. Bitta ko'rsatamiz sizlar uchun, ishonchli bo'lishligi uchun albatta. Bismillah. Qani. Masalan, servis xizmatimiz, katta servis xizmat bo'ladi. Любой mashinani taxlab beramiz. Chunki bizning servis rivojlangan. Har bir oy, 2 oyga bir mutaxassislarimiz borib o'rganib kelishadilar. Yangiliklarni o'rganib kelishadi. Любой qaysi mashina bo'lsa ham o'zimiz taxlab beramiz. Ana bu zapchastlari, servis xizmati zapchaslari ham bor. Xohlagan zapchaslarni bir kunga taxlab beramiz, bemalol. Hamma narsa. Bamperlargacha tashqariga turibdi. Bemalol. Hech qanday zapchasdan, servisdan muammo sezmaysizlar. Skladi ham bor zapchaslar. Mana bu tomonda undan tashqari ehtiyot qismlar ombori deganda, zashitnilar deysizlar. Xullas, o'zi Izzat aka bilsiz, bunaqa yangilik mashinalarda eng qo'rqitayotgan narsasi zapchasi bo'ladi. Shunday. Izzat aka menimcha shu uchun ham bu ma'lumotlarni berishga harakat qildi. Buxoro Glanofku. Buxorodan chiqib ketadi-da hamma zapchasi. O'sha uchun hammasi o'zimizga. Mana. Chunki yangiliklar ham, boshqasi ham Buxoroning o'zidan chiqadi. Buxoroning o'ziga katta bonuslar bor. Kelsinlar, ko'rsinlar, sirazi bir kunga taxlab beramiz. Sizlar uchun qiziqarli foyda. Mana misol uchun bu mashinani tepaga ko'tarib berishdi. Ma'lum bir joyini bir qator proverka bo'layotgandir, boshqa bo'layotgan. Birinchi tekshiramiz, tekshirgandan keyin chiqarib beramiz. Masalan, boshqa viloyatdagi, boshqa joylar, boshqa mashinalarda sirazi chiqarib bermaymiz. Keladi mashina polni o'zimiz, chunki servis o'zimizga bor-ku. Biz tekshirib beramiz. Tekshirib nima uchun 6 yil garantiya beramiz? 6 yil garantiya shuning uchun beriladi. Mashinaga javoban berish kerak. Albatta, kafolatni o'zini quruq og'izda aytib berish bilan ish bitmaydi. Shuning uchun sizlarga men to'liq tavsiya qilaman. Sois Buxoroga kelib yoki pastdagi call centerlarga, raqamlarga aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Aka, Barakot.uz kanalidan kelsa parogda aytavering. Tamom, parog $500 parog men bonus qilib beraman. Mazza qilib minsizlar bo'ldi. Men shuning uchun ham Buxoroda yoqtiraman. Kecha ham storiesda aytgandim Instagramda, aka, to'g'risi Buxoroga kelsam o'zimni nihoyatda bir erkin his qilaman, aka. Juda ham xalqi, batda atmosfera yoqardi. Endi mana $500liklar nihoyatda qaymaqda yoqib ketyapman-chi. Sizlarga ham bundan faqat foydalanib olinglar. Izzat aka, o'zingiz ham xudo xohlasa chetda bo'lasiz, kelasiz. Men sherga hamma kelsinlar, o'zim sherga bilaman, o'zim chiroyli qilib qo'ldan kelgancha kelib ketganimga xursand bo'lib ketsalar bo'ldi. Gap so'z yo'q, aka. Joningiz sog' bo'lsin. Shuncha ma'lumotni erinmasdan, shuncha energiya bilan berganingiz uchun xursand bo'ldim. Xalqimiz rozi bo'lsinlar, mazza qilib minsizlar. Shuni o'zi yetadi menga. Gap so'z yo'q. Yaqinlarim pastki raqamlarga telefon qilasizlar, Barakot.uz kanalini aytasizlar, tashrif buyurasizlar. Albatta, meni boshqa viloyatdan kuzatayotganlar bo'lsa ham, kelib Buxoroda bir qator aylanib ketsa ham bo'ladi. Shunday, gazsiz ham o'zimiz hisobda, bemalol. Rostdan? Rostdan. Gap so'z yo'q. Yana nima qilib beradi? Yana nima qilib beradi? Shuncha. Qo'ydan kelgancha undan da yo'q. Xo'plasalar agar bonusni olaman desa, polni benzindan qilib beraman. Joyi kelsa. Sizlar uchun foydalanib qolinglar. Hammanglarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha fikringlarni kommentariyada yozib qoldirasiz.